Bugungi mehmonimiz Otabek Bakirov bo'ladi. Har qanday yangi tizim bu eski tizim davomi. Ki bir-birimizni aldamaymiz kelishdik-ku. Mahalla bankiri bilan bog'liq bo'lgan davlat o'zining agentlariga topshiriqlarni berdi-da. Bu bank xususlashtirilib ham bo'lmaydi. Bu yopilish kerak. Uni istiqboli faqat yopilish bilan yakunlanishi kerak. Siz bilasiz, davlat banklarining birortasi inflyatsiya darajasida marjinallikka ega emas. 2019-yildan kelgan, pandemiyadan keyin bo'lib qo'yib, birorta davlat banki 1 so'm dividend to'ladimi? Muttaham bankirlar degan kanal ham bormi? Bor. 5 yil avval, pandemiyadan avval 3 harfli bitta bankni aytaylik, shartli ravishda aytdim, 100 millionga sotish mumkin bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdan beri uni kapitalga yana kamida 300 million dollar pul tiqildi. Lekin o'sha bank hozir 70 million dollar turmaydi. Bank razvitiya degan gap bo'ladi. Yumshash belgisidan boshlangan bitta bank. Irish belgili bank. Irish belgili bank. O'zbekistonda davlat banklaridagi korporativ boshqaruv bu mulyaj bu. Ularga bozor kerak emas. Chakana bozoringiz ham kerak emas, korporativ bozoringiz ham kerak. Eksklyuziv kichik segmentlar kerak. O'sha joy yetadi ularga. Kulgili bo'lsa ham aytaman, biror bir bank xizmatini sifatliroq olishingiz uchun siz kimgadir qo'ng'iroq qiling. Tanishmay. Ha? Haligacha farqi yo'q. Hech narsa o'zgarmagan. Moliyaviy savodxonlikni odamlarga o'rgatmaylar, pul beringlar, o'zi o'rganib oladi qanaqa ishlashni. Viza va humoya ishlari. Men orzularimdan bittasi O'zbekistonda bankirlarning o'zlarining mustaqil assotsiatsiyasi bo'lishi. Assalomu alaykum, hurmatli Bankers.uz internet nashri obunachilari, hurmatli bizni YouTube kanali orqali kuzatib turgan tomoshabinlar. Podkastimiz, umuman intervyuimiz deb atasa ham bo'ladi. Navbatdagi soni yana efirda va bugungi mehmonimiz iqtisodchi, sobiq bankir desa ham bo'ladi, bank tizimi xodimi Otabek Bakirov bo'ladi. Xush kelibsiz Otabek aka. Xush keldik. Otabek endi to'g'ridan-to'g'ri profilniy izdaniya deydi. Ya'ni tor mavzuda yozadigan bizga bankersga o'xshagan nimaga birinchi intervyu ekan. Bunda o'ylab qarasam oldingi ko'p podkastlaringiz masalan nimalarda bank tizimi bo'yicha savollar kam bo'lgan. Shuning uchun biz sizdan iltimos qildik, shu bank tizimi haqida yana ham chuqurroq gaplashsak, kuzatuvchilarimizga qiziq bo'ladi, yosh kadrlarga qiziq bo'ladi. Yaqinda bank tizimiga ishga kirganlar bor, tarixi bilmaydiganlar bor. Shular uchun endi birinchi so'ramoqchi bo'lgan, gaplashmoqchi bo'lgan mavzuim o'zi O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni bank tizimi haqida va eski O'zbekistonni bank tizimi bilan farqi qanaqa? Qanaqa jihatlariga o'zingiz ahamiyat bergansiz va amaldagi O'zbekiston bank bozori, bank tizimi qayerga qarab ketyapti? Bank biznes haqida. Mana yaqinda endi ko'proq uzunroq gapirdim. Yopilgan banklar degan nima chiqdi-ku? Ro'yxatim. Ha, o'sha bor ochiq manbalardan foydalanib o'shanda Twitterda ham bir izoh yozdingiz. Umuman tajriba, tarixga qarab ish qilish kerak degan. Umuman qanaqadir o'zgarish bo'lganmi banklar ochilishi va yopilishi? Mana anchadan beri banklar yopilmayapti. Shular bo'yicha fikrlaringizni bersangiz. Eski tizim, yangi tizim. Ha, men eski tizimni aytdingiz. Yangi tizim, har qanday yangi tizim bu eski tizimning davomi endi. Qanchalik rad qilishdan qat'iy nazar, boshqachamiz biz deyishdan qat'iy nazar davomi. Va agar qarasangiz bir o'sha eski tizimda ham to'g'ri eng yuqori darajada bo'lmasa ham o'rta va kattalarga yaqinroq bo'lgan pozitsiyalarda ishlagan odamlar bugun yangi tizimda tijorat banklarida ham, regulyatorlar qatorida ham faoliyat olib boryapti. Ya'ni biz osmondan boshqachadan tushib yangi davlat qurganimiz yo'qmiz, yangi bank sistemasini yaratganimiz yo'qmiz, davom ettiryapmiz. Xuddiki u yog'ini ham aytaveraylik, eski bank tizimimiz ham Sovet, o'sha sovuq bank tizimini ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan tizimni davomi bo'lgan. Va o'zi aytishimiz kerakki, sobiq Sovet o'lkalarida bank tizimini, sektorini isloh qilinishi bizning mustaqilligimizdan avvalroq boshlangan. 89-yilda agar adashmasam yoki 90-yilda SSRda banklar va bank faoliyati to'g'risida yangi qonun qabul qilingan, o'sha regulyatorlik funksiyasi ajratilgan va shundan keyin agar eslasangiz O'zbekistonda ham bir necha banklar, hozir nomini aytishim adashishim mumkin. Bugun masalan Ipak yo'li, Andijon bank, Namangan bank, Turon bank kabi Ipak yo'li banki ham SSR Markaziy bankdan litsenziya olib turib faoliyatini boshlagan. Ya'ni mustaqillikkacha ochilgan. Mustaqillikkacha ochilgan. Ya'ni biz hali mustaqil emasdik, o'zimiz mustaqil davlat regulyatoriga ega emasdik. Hamma banklarimiz markazdan turib boshqarilgan va hamma siyosati, hisob siyosatidan tortib boshqa
maxsus qoidalarigacha Moskvadan turib belgilangan, lekin aytish kerakki, baribir tan olish kerakki, bozorga qarab yurish Sovet ittifoqida boshlangan. O'sha manfur Sovet mustamlakachiligi davrida boshlangan. Buni ham tan aytishimiz kerak. Meni doim nima qiladigan narsa, o'sha Sovet ittifoqi davrida ochilgan banklarimizni bir nechtasi haligacha hayot saqlanib qolganligida mana haligacha hayron qoldiradi, hayratlantiradi. Nimaga? Chunki agarda biz 92-yildan buyog'iga mustaqil O'zbekistonda o'zi ro'yxatdan olgan banklarni oladigan bo'lsak, ularning ulushi, yopilish ulushi haddan tashqari yuqoriroqda. Men o'ylaymanki, o'sha Sovet chig'irig'idan o'tib Moskvada ro'yxatdan o'tgan banklarni maqsad va muddaolari uzunroq va mukammalroq bo'lgan deb o'ylayman. Kattaroq chig'iriqlardan o'tgan deb hisoblayman-da. Ya'ni avval boshdan tijoriy maqsadlar qo'yilgan, uzoq maqsadlar qo'yilgan. Ya'ni spekulyatsiyani o'rni kamroq bo'lgan. Xohlaymizmi, 92-yildan 2000-yilga ochilgan, 2000-yilgacha ochilgan, hattoki aytishimiz mumkin 2001-yilgacha ham ochilgan bir necha banklar o'sha paytda bank ochish juda oson edi. Buni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu haqda ham o'zi bir yozsangiz bo'ladi. Xususiy banklar to'g'risida maxsus bir farmon bor edi. 300 ming AQSh dollar bilan xususiy bank ochsa bo'lar edi. Endi davlat kursi bilan ko'cha kursini farqini oladigan bo'lsangiz, taxminan 2,5-3 barobarga borardi. 100 ming dollarga bank ochsa bo'lardi, bunday boshqacha aytganda. Hozir 100 ming dollarga ayrim tumanlarimizda ikki xonali uy bermayapti, misol uchun. Ya'ni bank bozoriga kirish oson bo'lgan. Muttaham ham kirgan, yolg'onchi ham kirgan, bankir bo'lmagan ham kirgan va hokazo. Boya savol berdingiz, yangi bank davrini va eski bank davrini farqlaridan nima desa, men birinchi navbatda aytaman, eski bank tizimida bank ochish osonroq edi mening nazarimda. Yangi bank tizimida bank yopish qiyinroq bo'lib qoldi shekilli, chunki biz banklarda yopilishini deyarli ko'rayotganimiz yo'qmiz. Favqulodda imkonsizligidan yopildi deb o'ylayman ikkita bank. Ular o'zi allaqachanoq eski davrda zamonidayoq yopilish kerak bo'lgan banklar, men nazar banklar edi deb o'ylayman. Qancha vaqt berib ogohlantirib. Juda ko'p vaqt, juda ko'p imkoniyatlardan ham foydalanmay to'g'ri yondashuvlarning o'rniga o'sha eski qoralangan va juda ko'p bank tizimi uchun stresslarni, xatarlarni yaratadigan ishlar davom ettirgani uchun oxir oqibatda o'zlarini yopdi deb o'ylayman. Bularni hech kim yopmadi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, shu mohiyat nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, meni quvontiradi. Yangi davrda bizning bank tizimimiz xalqaro talablarni tezroq va osonroq o'zlashtirayotgan. O'ziga xoslik haqida kamroq gapirayotgan. Ya'ni hech qanaqa bank tizimida men o'ziga xoslik mavjudligini tan olmayman. Bu quruq safsata. Ya'ni biz standartlarni oson qabul qilyapmiz. Korporativ boshqaruv bo'yicha ham, risk boshqaruvi bo'yicha ham, umuman tijoiylashuv bo'yicha ham, umuman hamma masalalarda endi prudensial nazoratda ham, talablarda ham osonroq qabul qilyapmiz. Hali o'zimizni boshqa dunyo deb belgilab olayotganimiz yo'qmiz. Shu xursand qiladi. Xafa qiladigan joylari ham bor. Istisnolar borgan sari paydo bo'lyapti. Yana xuddi o'tgan zamonda amal qilgan. Bank tizimida ham. Albatta, endi afsuski, hali mukammal sud, mukammal tip turish qoidalari kuchga kirmagan segmentlarda albatta bu narsa yuz beradi. Menimcha bu qabul qilinish kerak bo'lgan xarajat deb o'ylayman. Endi masala shundaki, bu istisnolar ustuvorga aylanib qoladimi, qolmaydimi? Ya'ni bu istisnolarni olishga boshqalar ham urinishni boshlashadimi, boshlamaydimi? Tushunyapsizmi? Masala shunda. Va nima bo'lgan taqdirda ham qonun ustuvorligini barchaga bir xil talablarni qo'yishda davom etilayotgani istisnolar mavjudligiga qaramasdan bu xursand qiladi. Otabek, endi albatta bank tizimi to'g'risida gapirganda umuman uni egasi, ya'ni mulkdorlariga qarab bo'lib turib gaplashish ham kerak. Bizda mana davlat banklari, yillar davomida davlat banklari o'sha bank tizimini asosiy nimasi ulushini tashkil qilib kelgan, aktivlar bo'yicha. Hozir ham shunday. Afsuski biz ko'p biroz kamaydi deb maqtanamiz, lekin u kamayish emas. Masalan, o'sha bo'lishi mumkin, 90 dan 85 ga tushgan bo'lishi mumkin. Lekin mana umuman davlat banklari roli, mana o'zim sizni pozitsiyangizni so'ragan bo'lardim. Baribir roli pasaydimi yoki o'sha eski davrdagidek saqlanib qolmoqdami? Ya'ni davlatni ijtimoiy agentlari bo'lib qolyaptimi hali ham? Xo'p, keling bitta narsani aytaylik. 2022-yil noyabrida, agar adashmasam, katta bir forumda bizda iqtisodiy blok rahbarlaridan biri savol berilgan edi. Siz 5 yildan keyin O'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz
degan savol berilganda bir juda yaxshi kartina tuzilgan edi. 5 yildan keyingi O'zbekistonda xususan boshqa masalalar bilan baravar, ya'ni energetika bozori, raqobat, monopoliyaning cheklanishi bilan baravarda bitta yoki agar ikkitagina bank qoladi, davlat banki qoladi degan fikrlar aytilgan edi va g'oya nuqtai nazaridan men juda ham shu g'oya mavjudligini hali amalga oshmayotganiga qaramasdan xursandman. Chunki aytaylik, eski davrda 2016-yilgacha davlat bank sistemasidan ketish kerak, davlat bank sistemasiga aralashuv to'xtatish kerak degan g'oya mavjud emasdi. Hech bo'lmasa qog'ozda ham mavjud emasdi-da. Taxminan 2005-yil, 2008-yillardangacha bo'lgan, ya'ni nazariy jihatdan bo'lgan, banklarni xususiylashtirish to'g'risida nimalar, takliflar, tezislar mavjud bo'lgan, lekin g'oyaga aylanmagan. Ya'ni prinsipial maqsadlar qatorida bo'lmagan hech qachon. Endi nima sababdan haligacha davlatni bank tizimida ta'siri, aralashuvi yuqori qolyapti degan savolingizga boshqa javob beraman. Davlat ekonomikadan o'zi ketmasa, bank sistemasidan ketmaydi-da. Davlat ekonomikaga aralashuvi mavjud ekan, investitsiyalarda, taqsimotda, nimani qayta ishlash va qayta ishlab chiqarishda, loyihalarni ma'qullashda, hammasida shu mikromenejment darajasida mavjud ekan, qandoq qilib ekonomikada mavjud bo'lib turib, davlat banklarda mavjud bo'la olmaydi. Muammo shundaki, davlat nafaqat davlat banklarida mavjud, butun bank sistemasida mavjud. To'g'ridan to'g'ri ma'muriy qarorlar bilan, ma'muriy boshqaruv bilan bank sistemasida mavjud. Ya'ni biz ko'p gapirayotganimiz o'sha davlat banklariga yetkazilayotgan ma'muriy zararlar, ma'muriy qarorlar orqali yetkazilgan zararlar xususiy banklarga ham zarar yetkazyapti. Umuman xususiy banklarning narxini ham pasaytiryapti. Xususiy banklarning investitsion jozibadorligini ham pasaytiryapti. Nafaqat davlat banklari haqida gapiramiz. Tushunyapsizmi? Bank bozorimizni umuman olganda juda yuqori salohiyatga ega bo'lgan bank bozorimizni ga nisbatan ko'z qarashlarni o'zgartiryapti. Hattoki o'sha bizga bir necha yillar avval kirib kelgan banklarni amaliyotdan kelib chiqib ham o'sha xorijiy investor deymizmi yoki xususiy investor deymizmi, xususiy xorijiy investor deymizmi, ularning ko'z qarashi bo'yicha ham juda ko'p negativ harakatlar, davlat aralashuvi bilan bog'liq harakatlar saqlanib turibdi, afsuski. Va buni men to'xtayotganini ko'rayotganim yo'qman. Nu demak, umuman endi amalda mavjud. Yo'q, mana oddiy bir narsani aytaylik, mana mahalla bankiri bilan bog'liq bo'lgan davlat o'zining agentlariga topshiriqlarni berdi-da, shunday qabul qildik. Men qarshi emasman. Davlat o'z banklarini agentlar, ya'ni tijoriy tuzilmalar emas, mana agentlarim deb ko'rar ekan, qilaversin, bu narsani amalga oshiraversin. Ya'ni zararini ham o'zi qabul qilsin, samarasizligini ham o'zi qabul qilsin. Lekin nima uchun mahalla bankirligi bilan bog'liq bo'lgan butun yuklama yana xususiy banklarga ham tarqatilishi kerak, yuklanilishi kerak. Tarqatilganda ham hammasiga emas, tanlab olingan bir nechtasiga. Ya'ni bu yerda ham bir xillik yoki bir xil yondashuv mavjud emas. Ta'bir joiz bo'lsa, eski zamonda shunaqa narsa bor edi. O'ng ko'z, chap ko'z bilan qarash degan narsa bor edi. Ayrim banklarga, hattoki xususiy bo'lishiga qaramasdan, bir pensiya yuklamasi 80-90% ga yetkazilib yuklab qo'yilardi. Pensiya, madad puli degan bir hozir zamonda odamlar gapirsang tushunmaydi ham, naqd pul bilan bog'liq bo'lgan yuklama, chunki naqd pul paytda sun'iy ravishda qiymati hosil qilingan edi. 15-20% gacha. Ya'ni qaysidir o'ng ko'z bilan qo'yiladigan banklarda hech qanday majburiyat mavjud bo'lmas edi. Va ular bemalol pul olib sotish bilan shug'ullanib, bozorda go'yoki muvaffaqiyatli bank imijini yaratish mumkin edi. Nima uchun hozir shunday bo'lish kerak? Boya aytdingiz-ku, nimasi bilan farqlanadi? Nima uchun biz boshimizdan o'tkazgan negativ o'zimiz tajribamizdagi negativ holatlarni yana takrorlashimiz kerak? Davlat banklari to'g'risida gap ketganda, endi xususiylashtirish hozir o'zingiz ham gap ochdingiz, mana strategiyada ham bor, 3 ta yoki 4 ta davlat banki qoladi degan. 2026-yilgacha strategiyada, agar kelasi yilgacha hali amal qiladi, agar 21-26midi, 20-25midi? 20-25 da ham bor edi. Hozir mana 2030 da ham yozilgan. Ha, xo'p, o'sha joyda yozilgan, xususiylashtirilishi kerak bo'lgan banklar nomi yozilgan, to'g'rimi? Aniq ko'rsatilgan.
davlat nazoratida qolish kerak bo'lgan banklar nomi ham ko'rsatilgan, to'g'rimi? Lekin birortasi amalga oshgani yo'q-ku. Ya'ni gapingiz bo'ldim, so'ramoqchi bo'lganim, mana IPO deyishdi birinchi. IPO bo'yicha nimalar to'xtadi, harakatlar. Keyin investor olib kelamiz deyishdi, qaysidir investorlar kirdi, lekin bular hammasi ichidan bitta ko'ringani shu ipoteka bank bilan bo'ldi. Menga IPO chiqaramiz, IPO orqali davlat ulushini kamaytiramiz degan narsalar kulgili deb hisoblayman men. Masxarabozlik deb hisoblayman. Yana ham aniqroq o'z nomim bilan aytadigan bo'lsak, sababini aytaman. Bank tizimiga nisbatan oxirgi yillarda, ya'ni aksiyadorlik jamiyati u. Davlatning munosabatidan misol keltiramanda, nomlarini aytmayman, banklar xafa bo'lmasin, ya'ni hammasi davlat banklari. Aksiyalarning narxi aytaylik 300 so'm, 500 so'm bo'lib turgan paytda bozor narxi nominal narxda 1000 so'm, 1,5 so'mdan davlat aksiyalarni sotib olyapti. Bu yerda qanaqa IPO haqida gap ketishi mumkin? Qaysi investor shu praktikadan keyin puli bilan kiradi? U ertaga aytaylik IPO ga qiziqib turib, qaysidir paketda olsa 10% ni, 24% ni olsa-da qiziqib bir portfel yaratayin deb turib, ertaga bank yana uni aksiyalarining narxi, bozor narxi qanaqaligiga qaramasdan uni ulushini yuvib yuborish yoki bozor narxiga keskin ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq holatlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan paytda joyda qanaqa IPO bo'lishi mumkin? 3 yildan beri bir normal bankni, men endi eng normal bank deb davlat banklari orasida hisoblayman. Bu bank xususlashtirilib ham bo'lmaydi. Bu yopilish kerak. Uni istiqboli faqat yopilish bilan yakunlanishi kerak. Davlat bundan buyog'iga ham zarar ko'rishdi, zararni bo'yniga olishini davom ettirishni istamasa, u bank yopilish kerak. Lekin amaliyotda nima bo'lyaptiki, biz bankni amaliyotini to'xtatish, bu yo'ldan yurmaslik o'rniga boshqa banklarni aylantiryapmiz. Eski funksiyalarni yangi banklarga yuklashni boshladi. O'sha kasallik bankining kasalligi nomini aytmayman, u ham 3 harfli. Boshqa bir bankka ham yuqtirildi. Yana bir xunuk harakat. Banklarni, davlat banklarini Moliya vazirligi FRRU oldidagi qarzlarini aksiyaga konvertatsiya qilinishi. O'ta yomon praktika. O'zi busiz ham hech bo'lmasa daromad keltirib turgan instrumenti hech qachon daromad keltirmaydigan instrumentga aylantirilishdi bu. Bu soliq to'lovchilarning oldida xiyonat agar olib qaraydigan bo'lsa. Istalgan boshqa mamlakatda daromad keltirib turgan, ya'ni Moliya vazirligida FRRUni daromad keltirib turgan instrumentlarni daromadsiz instrumentga aylantirilishi bu soliq to'lovchilarga nisbatan nima hisoblanadi? Uni ularning haqqiga xiyonat qilish hisoblanadi. Agar parlament bo'lganda, istalgan joyda parlament so'rovi bo'lardi, parlament chaqiruvi bo'lardi. Shu bank ham chaqirilgan bo'lardi, shunday bitimlarda amalga oshirayotgan vazir ham, fond direktori ham gilamga chaqirilgan bo'lardi. Izoh so'ralgan bo'lardi. Tushunarliroq bo'lishini Otabekka, ya'ni qaysidir yo'nalishga resurs berilyapti. Mana aytaylik, va resurs oilaviy tadbirkorlikka yoki aytaylik, men oilaviy tadbirkorlikda yana bir qism bo'lgan chorvachilikka aytaylik 2 trillion falon bankka qayta moliyalar stavkasida yoki asosiy stavka minus 1% stavkada qarz berilgan. Qarz mablag'lari berilgan. Siz bankirlaringizda resurs berilgan. U yillar davomida 3 yil yoki 5 yil muddatli resurs hisoblangan. Undan keyin qaytarilishi kerak bo'lgan. U o'sha daromad keltiryapti. Aytaylik, o'sha 1 trillion pul yiliga 12,5 125 milliard yoki 130 milliard daromad keltiryapti. U Minfinga tushyapti, FRRUga tushyapti. Xohlaymizmi, yo'qmi? Byudjetning bir qismiga aylanyapti. O'qituvchiga oylik berilyapti, bolalar nafaqasi berilyapti va hokazo va hokazo. Allaqanday byudjet bilan kesishgan kanali mavjud bo'lib turibdi. Chunki siz bilasiz, davlat banklarining birortasi inflyatsiya darajasida marjinallikka ega emas. Inflyatsiya darajada rentabilitetga ega emas. Endi tasavvur qiling, o'sha 1 milliard, 1 trillionda yoki 3 trillionda yoki 5 trillionda bitta qaror bilan konvertatsiya qilyapti aksiyaga. Hech qachon dividend to'lanmaydigan aksiyaga. Siz o'zingiz bir yana bitta maqola chiqaring, 2019-yildan keyin, pandemiyadan keyin bo'lib chiqib, birorta davlat banki 1 so'm dividend to'ladimi? Birorta davlat banki. Ularga qancha trillion, davlat rahbarining o'zi aytayapti, qancha trillion sizlar pul berdik deb. Tirik pul ham berildi, konvertatsiya aksiyalarga konvertatsiya qilish orqali ham berildi. Maqsadli ko'rinishda ham berildi. Shuning uchun albatta savol berilishi kerak, savol qo'yilishi kerak. Va bu ishlari noto'g'ri ekanligini hech qaysi biri qabul qilgan yo'q o'zlariga.
o'sha aksiyador, davlat banklarini nominal bo'lsa ham aksiyadori Iqtisodiyot moliya vazirligi FRRU o'ziga bu qilayotgan ishlari xato ekanini qabul qilayotgani yo'q. Va har bir shu qilayotgan ishi bilan u banklarni kelajakda sotaman degan banklarni narxini yana ham battar arzonlashtirayotganini ham qabul qilayotgani yo'q. O'sha aytaylik 5 yil avval, pandemiyadan avval 3 harfli bitta bankni aytaylik shartli ravishda aytib qo'ying 100 millionga sotish mumkin bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdan beri uni kapitalga yana kamida bir 300 million dollar pul tiqildi. Lekin o'sha bank hozir 70 million dollar turmaydi. Bozor narxi. Men buni ochiq-ochiq aytaman. Davlat banklari O'zbekistonda yangi davrda eng katta iqtisodiy muammolarda ildizi ham, sababchisi ham, vositachisi ham. Juda ko'p xatolarni bog'lab turadigan joyi ham shu davlat banklarida. O'tbek mana so'ramoqchi bo'lganim, bir bu narsa qaysidir hujjatga ham kirgan edi. Shu funksiyalar, masalan, davlat bankini ayniqsa sotmoqchi bo'lgan davlat banklarini bunaqa battar uni qiymatini tushirib yoki uni jozibadorligini tushirgandan ko'ra alohida bir bank ochmadi. Bank razvitiya degan gap bo'ldi bir. Ha, endi qachonlarda shunaqa g'oya bor edi. Lekin bular siz o'zingiz belgilayotgan prinsiplarga, o'zingiz belgilayotgan qoidalarga o'zingiz amal qila olmasangiz, boshqalarniki qo'ying. O'zingiz belgilayapsiz shu prinsiplarni. Bundan bu yoqqa biz banklarimizni, davlat banklarimizni tijoriylashtiramiz, transformatsiya qilamiz. Ularga davlatni ma'muriy aralashuvini to'xtatamiz. Mahalliy darajada ham, hukumat darajasida ham. Deb turib teskarisini qilsangiz, yechim qayerda? Kimdi? Mas'ullar kelib turib sizga yechim qilib beradimi? Umuman, demak, tushunishim bo'yicha transformatsiya bo'layotgan mana oxirgi transformatsiyadan yakun men sizga aytaman. Bilmayman, qaysi bank nechadir 100 milliard pul sarfladi transformatsiya uchun. Transformatsiya uchun mablag' sarflashdan boshqa hech qanaqa ma'noga ega bo'lgani yo'q. Ya'ni banklarda narxini, tijoriylashuvini ta'minlagan yo'q. Korporativ boshqaruvni qaytadan yangi darajaga olib chiqqan yo'q. Transformatsiyadan maqsad o'zi eslang, banklarni qimmatroq sotamiz, tijoriylashtiramiz, qimmatroq sotamiz. Nima uchun siz transformatsiyaga 100 lab milliard pul sarflaysiz? Sotish uchun qimmatroq sotasiz. Nima uchun o'ta qimmat yiliga 200 ming dollar nima oladigan, mukofot oladigan mustaqil direktorlarni kengashingizga olib kelasiz? O'sha mustaqil direktorlar vositasida siz yangi korporativ boshqaruv qoidalarini joriy qilish uchun korporativ boshqaruv to'g'risida gap ochildi. O'zi umuman so'ramoqchi bo'lganim, o'zi korporativ boshqaruv bank tizimida, endi hamma sektorlar jamiyati bizda, davlat banklarida ham, xususiy banklarda ham korporativ boshqaruvning rolini qanaqa baholaysiz umuman? Davlat banklarida korporativ boshqaruv agar hozirgi holatga oladigan bo'lsa, eski davrdagi yo'q. Hozir korporativ boshqaruvning formal shakli bor xolosda. Nima desa bo'ladi? Hozir so'z topayim, mosroq so'zni. Xo'p, nima deydi? Fasad deyish dadam og'irroq so'z bor. Shu og'irroq so'zni ishlatmoqchiman. Anaqa kamerani nima deysizlar? Ishlamayotgan kamerani? Mulyaj. Mulyaj. O'zbekistonda davlat banklaridagi korporativ boshqaruv bu mulyaj bu. Ya'ni qarorlar qabul qilishda rol go'yoki korporativ boshqaruvni ko'rsatib turadigan, ya'ni radar borligini ko'rsatib turadigan, aslida ishlamaydigan mulyaj bu. O'z vakolat doirasida, masalan, endi shartli ravishda birorta 3 ta harfli bank. Xo'p. Korporativ 3 ta harfli bank desiz, ular siz keyin sudga bermaydi. Yo'q, ko'p-ku. Hammasi 3 ta harfli, o'zingizda qarasangiz. Masalan, birorta A bank. Ha, unga ham yana sudga berish mumkin. Birorta X bank, u ham bo'lmaydi, to'xtang. Mana yumshash belgisidan boshlangan bitta bank. Irish belgili bank. Irish belgili bank. Kuzatuv kengashida shartli ravishda masalan 9 kishi ishlayapti. Xo'p. Undan mana adashmasam yarmi mustaqil a'zo. Xo'p. Ichida o'sha qanaqadir bir kuchli odamlar bor. U mustaqilligi masalan tom ma'noda mustaqil, umuman u bankka bog'liq emas. Ularni o'sha tom ma'noda mustaqil deganingizga bitta masala esdan chiqib qoldi. Bizda gaz basseyni bor, yagona monopolist, gaz olib sotish bo'yicha O'zgaztrade. Yaqinda bir yozdim ham bu haqda. Mustaqil a'zo sifatida shvetsariyalik soatchini mustaqil a'zo sifatida taklif qilishgan. Bilmayman nima, qanday maqsadlarda va qanaqa shartlarda taklif qilishgan. Shvetsariyalik soatchini O'zgaztrade'ga mustaqil a'zo sifatida, hozir qarab ham aytib berishim mumkin, qo'limda internet bo'lganini aytib berardim. Mustaqil a'zo sifatida taklif etishgan.
Endi men mustaqil a'zolarni juda ko'pini, aksariyatini hurmat qilaman. Endi bor orasida shu shartli ravishda shvetsariyalik soatchilar ham bor-da. Aloqasi yo'q umuman. Ya'ni umuman reputatsion vazni ham yo'q, malakaviy vazni ham yo'q, qanaqadir o'tish bosqichi uchun ham tanlangan emas-da ular hattoki. Shunchaki olib qo'yilgan bo'ldi. Ha, shu topshiriq berilgan. Mustaqil a'zolarning soni shuncha bo'lsin degan paytda o'sha topshiriq bajarilgan. Mayli. Endi tasavvur qiling, kulgili narsani tasavvur qiling. Mustaqil a'zolarni izlab topish va ularni jalb qilish vazifasi boshqaruv raislari tomonidan bajarilganda. Mustaqil a'zoni boshqaruv raisi topsa, qidirib topsa, tavsiyalar bo'yicha izlasa, u qanaqa mustaqil a'zo bo'lishi mumkin? Demak, xulosa qilib aytganda, Nafsavet deydi, kuzatuv kengashi endi ayniqsa davlat banklarida roli qaror qabul qilishda, vakolat doirasida qaror qabul qiluvchi organ. Mana endi keling, bir-birimizni aldamaymiz kelishdik-ku. Davlat banklarida qaror qabul qilish markazini kengashlarga umuman aloqasi yo'q. Qaror qabul qilish yo bankdan tashqaridagi joyda amalga oshadi yoki ijrochi sifatida boshqaruv organi tomonidan amalga oshiriladi. Xususiylarda har xil. Men aytaman, endi shunday banklar bor, korporativ boshqaruv yuqori darajada, allaqachon yuqori darajada yo'lga qo'yilgan, madaniyat darajasida yo'lga qo'yilgan korporativ boshqaruv. Ayrimlari shunga qarab intilyapti, ayrimlarda shunday xohish bor. Ya'ni hali yo'q, lekin xohish bor. Chunki agar shu ishni qilmasa, bankning reputatsiyasi, narxi, bozordagi o'rni, kreditorlar bilan munosabatlari, xalqaro institutlar bilan munosabatlari yaxshilanmaydi. Ya'ni aytadiki, sizni potensial partnyorlaringiz, sizlarda korporativ madaniyat yo'q. Men sizlar bilan ishlamayman. Sizlarda aytaylik, qaror qabul qiladigan odam, hali o'zi boshqa nominal aksiyador, uni ustidan turadigan boshqa aksiyadorlar palonchi joyda o'tiradi. Hamma qarorlarni u beradi. Deydi-da, siz bilan kontaktga kirishmaydi. Endi men buni bozorda o'zini dinamik rivojlanishini ko'rayotgan banklar haqida gapiryapman. Yana xususiy banklar ichida ham xuddi shunaqa xususiy banklar borki, ular o'zlarining nomini chiqishini istamaydi. Ular o'zlarini shu xuddi kalamushdek yoki bir kemiruvchidek bir burchidagi o'rnini topib olgan, ma'muriy resurslardan foydalangan holatda hech kimning e'tiborini jalb qilmasdan daromadlarni o'zlashtirish bilan mashg'ul bo'lgan banklar ham bor. Eski davrda ham bor edi bunaqa banklar. Ya'ni tovush chiqmaydi, bozorga qarab yurmaydi, eksklyuziv qanaqadir vositalarni egallab olgan. Ya'ni yaqinligi, qaysidir chinovniklarga yaqinligi, qaysidir tuzilmalarga yaqinligi tufayli va shuni ekspluatatsiya qiladi. Ularga bozor kerak emas. Chakana bozoringiz ham kerak emas, korporativ bozoringiz ham kerak emas. Eksklyuziv kichik segmentlar kerak. O'sha joyga yetadi ularga. Yana so'ramoqchi edim, Otabek aka, mana servis, bozorga qarab intilish, bozorga qarab ishlash haqida gaplashdik. Banklarda servis darajasi, mana endi yana o'tgan davrga bu servis darajasi haqida gapirganda, boya aytdingiz, xursand qiladigan joy, kamdan kam xursand qiladigan joy, banklarda servis oshib boryapti. O'zgarish dinamikasi ijobiy. Shu boyagi davlat banklarida ham transformatsiyaga bir qismi sifatida men biror bir davlat bankini servisini baholay olmayman. Ya'ni o'sha kulgili bo'lsa ham aytaman, biror bir bank xizmatini sifatliroq olishingiz uchun siz kimgadir qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Tanishbay. Haligacha farqi yo'q. Hech narsa o'zgarmagan. Faqat o'sha rangi o'zgargan, juda chiroyli ofislar, 30 qavatli binolar, mohiyat hech narsa o'zgarmagan. Xodimlar masalasi. Xodimlar aytaman, xodimlar kompetensiyasi oshib boryapti. Chunki biz yangi internet zamoniga qarab kirdik-da. Ya'ni juda ko'p axborotlarda, malakalarda biz qo'llanmalar orqali, onlayn qo'llanmalar orqali, o'qish orqali, video kurslar orqali ham egallab olishimiz mumkin bo'lib qoldi. Kitob, istalgan kitobni olib o'qish mumkin bo'lib qoldi. Ya'ni dunyo ruschasiga aytganda ploskiy bo'lib qoldi, har qanday axborotni topa olasiz. Shuning uchun malaka oshib boryapti. Ya'ni odamlar ham bankirlar nazarda tutyapman, tushunyaptiki, ularning malakasini oshishi ularning narxini oshiradi. Oylik oshadi. Keling, oylik demaylik. Ya'ni partnyorlik darajasigacha olib chiqa oladi ularni. Tushundim.
baribir qaysidir bo'g'inlarda o'sha bank tizimini qaysidir mutaxassislari bo'yicha ham golodaniya borligiga juda katta ochlik bor, defitsit bor. Ayniqsa banklar borgan sari fintech kompaniya modeliga qarab yaqinlashgan sari bu narsa sezilyapti. Bozorda ortiqcha bankirlar ham bor. Bu narsani ham tan olish kerak. Eski klassik ko'rinishda ishlayotgan banklarda ko'rishingiz mumkin. Ularga zarurat kamayyapti-da. Misol uchun oddiy aytganda bir yangi tartibda ish ko'rinishida eski tartibdagi denejniklarga, eski tartibdagi valyutchilarga, eski tartibdagi kreditniklarga ehtiyoj yo'q. Chunki kreditlash jarayoni yangi butunlay mohiyat bo'yicha yangi tusga kiryapti. Inson omili tobora kamaygan holatda. Xuddi shunaqa boshqa jarayonlar ham, ya'ni biznes jarayonlarda valyuta bilan bog'liq, naqdliklar bilan bog'liq jarayonlar butunlay yangi tusga kiryapti. Avval shu joylarda ishlagan yuzlab, minglab odamlarga zarurat tobora kamayib boryapti-da. O'z-o'zidan ular o'zlarini yo qayta ishlash kerak, malakalarini qayta o'zgartirish kerak, yoki boshqa bozorga o'tish kerak. Boshqa mehnat bozoriga o'tish kerak. Ayni bir paytda yetishmovchilik bu analitiklar bilan programmistlar, dasturchilar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydigan joyda juda katta yetishmovchilik mavjud. Va afsuski hozirgacha biz shu yetishmovchilikni asosan tashqaridan ekspat olib kelib to'ldiryapmiz. Ya'ni bankirlar IT'ni tushunmaydi, IT'chilar bankni tushunmaydi, orada nima yo'q? Analitiklar yo'q, kuchli analitiklar yo'q, bog'lovchilar yo'q. U ekspertlar to'g'risida gap ochildi. O'zim men ko'p muhokama bo'ldi bu mavzu, ayrim ijtimoiy tarmoq sahifalarida ham, ayrim banklarda to'liq top menejment ekspertlar bilanda. O'zi bu masalaga qanaqa qaraysiz? Masalan, kimlardir uni foydasi yo'q deb qaraydi. Masalan, o'zimizning mahalliy qora ko'zlar ham bor edi bu yo'nalishda deydi. Ya'ni bu hozir aytganingizdek xodimlar yetishmasligidan qilinganmi? Yo'q, agar bu xususiy banklarda ya banklarning egasi o'zini pulini tikkan, o'zini puli bilan risk qilayotgan banklarda bo'lsa, ularning o'zlarining ishi 100%. Ya'ni buni oqibatini ham o'zi ko'radi, foydasi bo'lsa foydasini ham o'zi ko'radi, zarar bo'lsa zararini ham o'zi ko'radi. Ya'ni ular hali bitta iqtisodiy sikldan o'tgan yo'q, sinovlardan o'tgan yo'q-ku, hali ko'p chig'iriqlardan o'tgan yo'q. Bu ularning tajribasi bu. Buning uchun to'lovini, tovonini o'zi tortadi, to'g'rimi? Yutug'ini ham o'zi oladi. Shuning uchun agar bu hozir gap xususiy banklar yoki davlatning nazorati yo'q bo'lgan banklar haqida ketayotgan bo'lsa, men bu narsaga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Lekin agar bu narsa davlat banklari bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa, e'tirozli holatlar mavjud. Chunki bu butunlay boshqa tarzda yondashuv amalga oshirish kerak. Chunki qaror qabul qilishda davlat banklaridagi ta'sir choralari turlicha-da. Yoki siz aytayotgan gapni ham tushunyapman. Ayrim banklar davlat banki sifatida xususiylashgandan keyin transformatsiya jarayonini boshdan kechiradi. Qanaqa transformatsiya? Xodimlar bilan bog'liq transformatsiya jarayonini boshdan kechirdi va men tushunaman og'irlik kechganini. Juda ko'p, misol uchun xohlaymizmi yo'qmi, har qanday qarorda subyektivlik roli bor. Men o'ylayman, o'sha subyektiv deb topilgan qarorlar ham vaqt o'tishi bilan balki o'shalar anglar, qaysidir mutaxassislardan voz kechganini, qaysidir menejerlardan voz kechganini xato bo'lganini anglar. Lekin ularda riski-ku har qalay. Biznes egasi o'zi biznes egasi o'zi pulini to'ladi u, shu bank uchun pulini to'ladi, to'g'rimi? Ertaga so'rov ham bundan bo'ladi-da, mana misol uchun aksiyador qo'ygan menejmentidan so'rovni o'zi oladi-ku, o'zi talab qiladi-ku. To'g'ri. Otabek endi yana biroz raznobraziy bo'lish uchun bevosita ayrim bank ichidagi muammolar haqida gaplashsak, ayniqsa muammoli kreditlar haqida. Endi birinchi savolim, har oyda ochiqlanadi NPL. Markaziy bank ochiqlashini aytyapsiz. Turi 3 adashmasam, kecha oxirgi 1-aprel holatiga. Birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, o'zingiz mutaxassis sifatida bu raqamlarga qanchalik ishonasiz? Endi bu yerda hali e'tiqod masalasi emas, ishonish, ishonmaslik. Yo'q, endi qaysi ma'noda? Qanaqa baholaysiz masalan? Yo'q, shaffof emas deb baholayman. Shunaqa juda ham banklarni o'zlarini aktivlarini to'g'ri hisobotlarda aks ettirishi va o'sha hisobotlarda aks ettirilgan aktivlar bilan bog'liq bo'lgan yo'qotishlarni to'g'ri baholashini yetarli darajada shaffof emas deb hisoblayman. Ayrim banklarda lekin shaffof. Masalan, men ko'rib turaman, 10-15 bo'lgan banklar ham bor. Ha, xo'p, endi 10-15 balki u joyizda 10-15 emas, 25-30 dir. To'g'ri.
keling, bu raqam belgilamaslik kerak bu narsani. Men eng asosiy nimani farqini deb bilaman, xalqaro standartlar bo'yicha hisobotlarni ko'raman. Shu menga ko'p nimani beradi. O'zi biz mana shu joyda ham MPL bilan 9-standartlar bo'yicha yemirilgan, ya'ni shikast yetgan aktivlarni bir-biriga yaqinlashtirishimiz kerak. Ya'ni qadrini yo'qotgan aktivlarni bir-biriga yaqinlashtirsak, tushunarliroq bo'ladi o'zi aslida. Mana oddiy mana qanchalik hisobotlar asossiz ekanligini istalgan banknikini oling, davlat bankining ayniqsa farqini ko'rasiz. Xalqaro standartlar bo'yicha qancha moliyaviy natijalar, mahalliy standartlar bo'yicha, milliy standartlar bo'yicha qancha moliyaviy natijalar. Pribildagi bank ubitga yetib qo'yadi. Rezerv shuncha qilish kerak deydi. Yo'q, chunki u o'sha standart bo'yicha shikastlangan, ya'ni qadrini yo'qotgan aktiv deb to'g'ri baholanganda, qaysidir darajaga yetgan bu aktiving shikastlanish bo'yicha deb to'g'ri baholangan. Endi to'g'ridan-to'g'ri muammoli kreditlar uni tarkibi bo'yicha gaplashilganda, biz endi bu savollar ko'p beramiz o'sha markaziy. Ochiqlansa mana to'g'ri ham bo'lardi. Mana o'sha muammoli kreditlarda doimiy ravishda tarkibi ochiqlansa, hududlar qirqimida, mahsulotlar qirqimida bu juda katta signal bergan bo'lardi o'sha noto'g'ri qaror qabul qilayotganlarga ham. Mana bizning qarorlarimiz qayerlarda aks etyapti? Hudud bayda ham ko'rinardi. Ayni bir paytda men har yili yana boshqa narsani ham banklar tomonidan mana o'tgan yil juda katta 3 harfli banklarimizdan bittasi, yana bitta o'sha doimiy men qoralaydigan bank trillionlab rezervlar tashkil qildi-da. O'sha rezervlarda qaysi mahsulotlar bo'yicha, qaysi kreditlar bo'yicha qilganini ham ochiqlasa, bu yaxshi signal bo'lgan bo'lardi. Mana biz qanday qaror qabul qilyapmiz, 3 yildan keyin yoki 2 yildan keyin qanday natijaga erishyapmiz. Endi muammoli kreditlarni undirish masalasi. Undirish masalasida ham Otabek mana ko'p nima ketadi bizda. Katta administrativ resurs kerakligi, qayerdadir biznes model boshqacha qurilgan, qayerdadir boshqacha. Yaqinda ham shu mavzuda mutaxassislar bilan gaplashib qolganimizda, banklar undirish uchun alohida bir podrazdeleniya ochib, haligi endi bizda kollektorskiy deятельность bizda ruxsat berilmagan. O'sha haligi gavdali bolalarni o'sha kachok deydi, nimada boshqa tilda. Kachoklarni ishga olib, ya'ni o'zi norasmiy kollektorskiygacha ham borganda, ya'ni umuman o'zi sizni fikringiz. Nimaga O'zbekistonda, men endi bu savolni Markaziy bankka berganimda, bizda bizni hududdan, bizani o'sha ayrim spetsifik jihatlarimizdan kelib chiqib, hali kollektorskiy mumkin emas degan edi. Umuman взыскание protsessida qanaqa yechim taklif qilgan bo'lardingiz? Masalan, kollektorskiy bizda bo'lishi mumkin, ishlab qarang, eshiting. Birinchidan muammoli kreditlar umuman olganda, muammoli demaylik, o'zi muddat o'tgan va qadrini shikast etgan holatda yo'qotayotgan kreditlar bilan ishlashni har biri bo'yicha, guruhi bo'yicha alohida ishlash kerak-da. O'zi, ya'ni ayrim mijozlar toifasi bor, ular bilan muloqot, kommunikatsiyani yo'qotib qo'ymaslikda o'zi kifoya. Ya'ni call center orqali muloqotda o'zi kifoya. Tushunyapsizmi? Ularga eslatib turishda o'zi kifoya. Har xil yo'nalishda, qo'ng'iroq bilanmi, SMS bilanmi, ilova orqalimi, farqi yo'q. Eslatib o'tish o'ziga o'rni kifoya. Bu bitta segment. Ikkinchi segment vaqtinchalik muammolarga yoki uzilishlarga ega bo'lgan segment. Ular bilan boshqacha ishlanilishi kerak. Konsultatsiya muhim. Konsultatsiyalar muhim. Balki yondashuvlar va unga qarab yurishlar ham kerak balki. Bu ikkinchi bir segment. Siz aytayotgan segment 90 kundan oshgan yetarli darajada muammolarga ega va istiqboli bo'yicha qaytmasligi ehtimoli yuqori bo'lgan kreditlar haqida gap ketyapti-da. Ularda birinchi qilinish kerak bo'lgan ish, shunday kredit ekanligini tan olish, birinchi qilinadigan ish, u kachoklarni qo'ya turing. Ular bo'yicha to'g'ri baholash, yo'qotishlarni tan olish kerak, yo'qotishlarni to'g'ri baholash kerak va undan keyin jarayonlar boshlanishi kerak. O'sha ijro bilan, sud bilan, undan keyin hech qanaqa aktiv bo'lmasa, kachoklaringiz bilan. Yo'q, kvalifikatsiya qilib olib, olish kerak. Ya'ni har bir qarzdorlar, ya'ni o'z vaqtida majburiyatlarini bajarmayotgan har bir qarzdorlar bilan alohida ishlash kerak-da. Hammaga kachokni jo'natishingiz bu iqtisodiy ma'noga ham ega emas. Bunga kelsak, kollektorlar tuzilmalarini O'zbekistonda legallashtirish haligacha paysarlik solingan keyin keladigan bo'lsak, odamlar
amaldorlar tan oladimi, tan olmaydimi? Bunday tashkilotlar allaqachon mavjud. Outsource ishlayapti ham. Ha, u nomi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar mavjud allaqachon. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar biz bozorda tan oladigan bo'lsak, shunday subyektlarga ehtiyoj bor va bu bozor segmenti deb tan oladigan bo'lsak, u yerda soliq to'lovchi ham paydo bo'ladi. Uni majburiyati ham paydo bo'ladi. Uni huquqi ham paydo bo'ladi. U o'z siz aytgan kollektorlarda borib mijozlar bilan munosabatlarini tartibga soladigan qonundan paydo bo'ladi. Gap faqat bugun biz kollektorlik tashkilotlarga ruxsat berdik bilan bo'lmaydi-ku. Kollektorlik to'g'risida alohida kollektiv tashkilot qonun kerak bo'ladi. Faoliyatni tartibga solish kerak demak. Ha, tushunyapsizmi? Mana shu tarafi ko'proq. Men o'zbeklar boshqacharoq, bizning mintaqamiz boshqacharoq degan gaplarga hech qachon ishonmaganman, bundan keyin ham ishonmayman. O'zbeklarda shu Yevropaliklardan ham farqi yo'q, Osiyoliklardan ham farqi yo'q. Ya'ni bizning qarashlarimiz, qadriyatlarimiz nuqtai nazaridan, ayniqsa pul masalasida bir xilmiz biz hammamiz. Hammamiz pul orqali jazolanishimiz mumkin, hammamiz pul orqali rag'batlantirilishimiz mumkin. O'zi kollektorlik to'g'risida gap ketganda, yana o'sha hozir to'lov intizomi to'g'risida gap ketganda, endi bu suhbatda u mavzuni gaplashmasak ham bo'lmas, moliyaviy savodxonlik masalasi. Bir nimada ko'rgan edim gapingizni, moliyaviy savodxonlikni odamlarga o'rgatmayli, pul beringlar, o'zi o'rganib oladi qanaqa ishlatish degan. Puli bo'lsa, odamlar o'zi moliyaviy savodxon bo'ladi. Shunaqa g'oya aytgan edingiz, keyin menga ham savol berishgan edi. Siz qanaqa qaraysiz bu g'oyaga deb. Endi men boshqacharoq fikr bergan edim. O'zi mana hozir yana yoppasiga boshlandi, ya'ni moliyaviy savodxonlikni oshiramiz. Alohida yana qanaqadir endi tushunishim bo'yicha o'sha tegishli yuqori turuvchi organlarda tuzilmalar ochilyapti, o'shanga ham tuzilmalar kengaytirilyapti, chora-tadbirlar yana kuchaytirilyapti-yu. O'zi umuman O'zbekistonda o'sha boyagi fikringizni so'ramoqchiman. Ya'ni bu harakatlar qanaqadir manfaat beradi. Men chunki bu xarajatsiz bo'lmaydi. Qancha xarajat qilyapti? U PR kompaniya deyiladi, qanaqadir roliklar, nima deydi, media mahsulot, boshqa e'lonlar, haligi mana hozir kakraz haligi nima ketyapti? Pul haftaligi deydi. Joylarda bor o'qitiladi. Maktab programmasi kiritishmoqchi bo'lishdi. Umuman bular hamma harakatlar, umuman moliyaviy savodxonlikni oshirishga bo'lgan harakatlarni siz o'zingiz qanaqa baholagan bo'lardingiz va qaysi yo'lni to'g'ri deb hisoblaysiz? Xo'p. Ya'ni boyaga maqsad targ'ibot kerak. Men hech qachon kerak emas demaganman. Kerak. Me'yorda va adresli bo'lish kerak. Bugun aytaylik, maktab o'quvchilariga yetkaziladigan axborot nimaga yetkazilmasi kerak? Daromadga ega bo'lgan odamlarga yetkazilmasi kerak-da. Aytaylik, 15 million, 20 million oylik oladigan odamning moliyaviy savodxonligi ancha yuqori bo'ladi. Tabiiy ravishda olayotgan daromadiga qarab. Shunaqa siz aytgan roliklarda targ'ibot materiallarini bolalar uchun mo'ljallangan shu odamlarga yetkazib, ularning g'ashini, nimasini keltirmasi kerak, ya'ni teskari effektini keltirmasi kerak. Moliyaviy savodxonlik har bir guruhlarga, sezgir guruhlarga, ya'ni turli xatarlarga, firibgarlik holatlariga, moliyaviy xatolarga, ya'ni moliyaviy savodxonlikda oqibati bu faqat firibgarlik yoki boshqa yo'qotishlar bilan bog'liq emas u. Sizni o'zingiz xatolaringiz bilan ham bog'liq. Ommaviy ravishda qabul qilgan biznesdagi, investitsiyalardagi xatolaringiz bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Har biriga alohida mo'ljallangan manzilli yondashuvlar kerak. Hammasi uchun bir xil standart, shablon, retsept mavjud emas. Sarflanayotgan mablag'larni samaradorligi haqida gap ketgan bo'lsak, qayerda O'zbekistonda qaysi segmentda mablag'lar sarflandi-ku, samaradorlik paydo bo'ldi. Ya'ni o'zi hamma qaysi joyini bossangiz og'riqlik o'zi. Targ'ibot tashviqotda shunday holat. Ommabopligiga qarab ko'rish kerak o'sha. Ha. Ya'ni sizga ham kerak moliyaviy savodxonlik o'zi bunday o'ylab qaraganda. Lekin sizga mos, sizga yetarli darajada qo'shimcha axborot beradigan moliyaviy savodxonlik ma'lumotlari kerak. Operatorga ham kerak. Sinfiga qarab berish kerak. Va buni odamlarni o'zlari qidirib topadigan, o'zlari izlaydigan tizimga aylantirish to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni qisqa tushunarli qilib aytganda, uyda pensiya olib o'tiradigan qari onaxonga pulni qanaqa sarflash yoki qanaqa boshqarish emas, unga firibgarlikka qanaqa tushib qolmaslik, o'sha o'ziga mos kerak. Ha, xulqat bor. Mana yaxshi ish qilindi-ku bir xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Odamlarni, iste'molchilarni, bank xizmatlarining iste'molchilarini
xulq-atvoriga qarab turib choralar va harakatlar qilish bo'yicha bir yangi tuzilma tashkil qilindi va ular ishlashyapti. Menimcha hali so'rovlar bilan avval aniqlab olishimiz kerak-da, bizni iste'molchilarimiz qanday o'zi. Ularni tarkibi, kartinasi qanaqa? Va ular bilan qanday muomalada bo'lishimiz kerak o'zi? Kanalimiz qanaqa bo'lishi kerak? Muloqot kanalimiz. Televizor orqali ertalabdan kechgacha g'ashni keltiradigan bitta rolni aylantirib olishimiz kerakmi? Yoki muloqot kanallari kerakmi? So'rovlar kerakmi? Yo muloqotlar kerakmi? Mana misol uchun to'g'ridan to'g'ri muloqotlarni nazarda tutyapman. Ularda ham aytadigan bordir balki. Shuning har bir guruhni o'zini xulq-atvori mavjud. Kerak bo'lsa har bir individning xulq-atvori mavjud. Shunga qarab moslashish kerak. Kommunikatsiya kanallari shunga qarab yurish kerak. O'qib ham kelishdi mana aynan shu temalarda. Va o'zi kerak ham shu narsa. Research tizimi. Juda ko'p qoidalarni, shtamplarni buzadigan narsa mana shu iste'molchilarda umuman mijozlarni xulq-atvori buzadi. Ya'ni xulq-atvor u hech qaysi qoidalarga, ya'ni biz o'rganib qolgan, ishlaydi degan qoidalarga bo'ysunmaydi. Keyingi Otabek aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Bu ham umuman fintech va to'lov tizimlari bilan bog'liq savol. Bu gapni o'zingiz ham yozdingiz. Bizda amalda O'zbekistonda ikkita to'lov tizimi operatori ikkalasi ham xususiy qo'lga o'tib ketdi. Xo'p. Bittasi o'sha Humo keyin davlat nomidan ochilganida, o'sha o'zi birinchi ochilgandagi maqsadi o'zi raqobat muhitini shakllantirish, keyin o'sha endi ungacha ham bo'lgan Uzcard xususiy qo'lga o'tganligi uchun o'sha ayrim risklarni oldini olish, butun nimani mablag'lari bitta nimada bo'lib qolmasin, ya'ni diversifikatsiya bo'lsin degan shunga o'xshagan maqsadlar edi. Endi bu mana kechagi oxirgi podkastimizda ham yangiladi bu savol. Shunga o'xshagan savol. Mana endi hozir xususiy. Bu risk emasmi bu? Yana o'sha birinchi boshida o'zimiz qochmoqchi bo'lgan risklarga yetib kelmadikmi? Yo'q, men o'sha bu savolni qo'yganimdan maqsadim nima maqsad qo'ygandik-ku, yana bu yoqqa nima keldi? Yana nima keldi? Bu savolni qo'yishdan maqsad yolg'onchi bo'lib qolmayapsizlarmi? Qilayotgan ishinglar uzviy, последовательный bo'lmayapti, uzviy bo'lmayapti. Shunaqa. Hatto xususiylashtirishda ham uzviy bo'lmadi-ku. Nimaga davaktivga o'tkazishda biz maqsadimiz davaktivga o'tkazishda maqsad sotish emas. Bu manfaatlar to'xtashini oldini olish, Markaziy bank ham egalik qilmasin, ham regulyatorlik qilmasin deb turib oldik deyildi-da, 3 oydan keyin sotuvga qo'yildi. To'g'rimi? 18-yilda Humoni tashkil etishdan maqsadimiz shu deb deklaratsiya qilingan. Meni savolim shuki, sizlar milliy to'lov tizimi bo'lsin deb davlat nazorati qilyapsizlar-da, oradan 6 yil o'tmasdan sotish haqida aytyapsizlar. Ya'ni uzviy bo'lmayapti sizlarning xatti-harakatinglar. Agar ular 2018-yilda shu gapni gapirmaganda, men ham shu savolni bermagan bo'lardim. Yoki davaktiv biz sotmoqchi emasmiz, maqsadimiz demaganda men ularga ma'lumot qilmagan bo'lardim. Sizlar yolg'onchi gap gapiryapsizlar deb. Po faktu endi sotildi mana. Xususiylashib ketdi. Endi amaldagi holatni qanaqa baholaysiz? Masalan, siz hozir cho'ntagingizda bitta Uzcardingiz, bitta Humoingiz bor. Men Uzcard ishlatmayman. Shartli ravishda. Endi ikkala oldin masalan ikkalasida 500 mingdan pul surgan bo'lsa, xatyabi bittasi xavfsiz nimada edi, ya'ni xavfsiz karmonda, ya'ni davlat. Xo'p, men sizga aytaman, men hozir Visa va Humo ishlataman. Men aytaverayin. Va borgan sari Humodagi operatsiyalarni kamaytirish tomon ketmoqdaman. Ya'ni iloji boricha xalqaro to'lov tizimi ham hozir erkinlik bor-ku, so'mda ham ishlaydi, valyutada ham ishlaydi. Dan ko'proq foydalanishni o'zimni qarorlarimdan biri deb atasam bo'ladimi? Ya'ni men oldin to'g'ri o'sha Uzcard xususiylashtirilishidan keyin, ya'ni qanday nomlasak ham, baribir men e'tirozlarim bo'lgan bu xususiylashtirish jarayoniga. Men Uzcard ishlatmay qo'yganman va hozir mana Humo xususiylashtirilgandan keyin ham men harakat qilyapman Humo ishlatmaslikka va qaysidir baribir bu birdaniga iloji yo'q-ku. Qaysidir muddatdan keyin men o'ylayman Humo ishlatishni to'xtataman. Asosiy savollar, asosiy mavzular haqida gaplashdik. Endi gapiravering. Shun bo'yicha. Ichingizda nimadir qolib ketgan. Yo'q, qolib ketmadi. Endi qarang-da. Hozir Humo to'g'risida, Uzcard to'g'risida nimadir yana qo'shimcha gapirsam, baribir 40 ta shay. Yo'q, o'zi 40 degan joygacha olib bordim-da, shuning uchun qolgan narsani gapirib so'ramay qo'ya qoldim. O'zi iloji boricha men podkast shunaqa olishga harakat qilyapman. Podkast intervyuni shu 40 degan joygacha savolni berish va 40 emaslik, 1.15 oldik.
nima ham kesilmadi почти. Deyarli kesilmadi. Shuhrat aka bilan kelishdik, kesilgan joygacha gaplashamiz. Avval olib keyin kesib o'tirgandan ko'ra dedim shu. Yo'q, o'zi O'zbekistonda kesilmaydigan podkast yo'q. Hammasi kesiladi. Hammasi kesiladi yoki umuman chiqmay qo'ya qoladi. Yoki chiqmaydi. Yoki chiqmay qo'ya qoladi. Endi Markaziy bank to'g'risida gaplashmadik. Baribir endi regulyator asosiy prudensial siyosatni olib boradigan hozirchalik banklar ichida uni faoliyati mana endi to'g'ri Yangi O'zbekistonga o'tgandan keyin ham yana yaqinda baribir o'sha rahbariyatda o'zgarishlar bo'ldi. Umuman Markaziy bankni pul kredit siyosati asosiy olib boradigan va prudensial siyosatini borasida qanaqa fikrlaringiz bor? Keling, juda ko'pchilik uchun endi banklarning ichida tijorat banklarini vakillari ko'proq baribir, to'g'rimi? Markaziy bank to'g'risida xos savollar baribir qiziq emas unchalik. Lekin bitta narsani aytaman, juda ham hamma uchun muhim bo'lgan narsa, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham meni istagim Markaziy bankka nisbatan uni mustaqilligi tinimsiz kengayib borishi kerak. Hali o'sha biz reja qilgan, umid qilgan, orzu qilgan darajalarga yetish kerak baribir. Asosiy harakatlar albatta ochiqligi, kommunikatsiya siyosatining turli vositalardan foydalanilishi tabiiy kerak bu. Lekin meni istagim jamiyatimizda umuman qaror qabul qiluvchilarda shunday tushuncha qonga singish kerak. Markaziy bank mustaqil bo'lsa juda ko'p muammolarimizni yechimlardan birini shu yo'l bilan topamiz. Siz aytgan siyosatlarda ham, inflyatsiya masalasida ham. Markaziy bankning mustaqilligi oshgan sari bu mana boshqa narsa aytayim, bizga nima beradi desa, o'zbek xalqiga inflyatsiyani jilovlash osonlashadi. Bizni eng o'zbekistonliklar og'riqli nuqtasi nima hozir deb so'raydigan bo'lsangiz, men inflyatsiya deyman. Chaqayapti inflyatsiya. U raqamlar qanaqa bo'lishidan qarasangiz, hammani chaqayapti. Bugun qaysi davraga kirmang, gapiriladigan gap narxlar oshayotgani bilan bog'liq. Monetar, nominatar sabablar bilan farqi yo'q, nima sababdanligi. Lekin masala shundaki, yechimi Markaziy bank mustaqilligini oshirish xususan. Oshib borish kerak. Men ertaga to'liq mustaqil bo'ladi demayman. Shu tomonga qarab harakatlanaverishimiz kerak. Umid qilamiz biz ham mustaqil bo'lishi. Umuman Markaziy bank mustaqil bo'lsa, bu tijorat banklarining mustaqilligiga ta'sir qiladi, to'g'ridan to'g'ri haligi. Endi men hozir hududiy haligi munisipalitet hududlardagi ta'siri to'g'risida savol bermadim, masalan banklar. Endi buni u hammaga yangilik emas bu narsa. Endi hech kim buni radam etayotgani yo'q. Hududlardagi ahvolni o'rganib bo'ldi. Va buni oqibatlarini menimcha qabul qilishgan deb o'ylayman. Ya'ni biz hududlarda shu darajada shunaqa investitsiya muhiti yaratdikki, xohlaymizmi yo'qmi o'zini hurmat qilgan, qonun tarafiga qarab yuradigan va qonunni ustuvor deb biladigan odamlar qonun ishlaydigan tarafga, ya'ni Toshkentga yoki Toshkent atrofiga qochishni boshlaganini qabul qilishdi deb o'ylayman-da. Yoki xo'p, ishlab chiqarish o'sha yerda bo'lsa ham moliyaviy mablag'lar Toshkentda. Hozir agar shu to'g'rida bir o'z izlanishlar qilib ko'ringlar, bilmayman, balki axborot berishadimi yo'qmi? Mablag'larni Toshkentda jamlangani bo'yicha, hudud bo'yicha jamlangani bo'yicha. Ya'ni biznes mablag'larini, aholi mablag'larini Toshkentda konsentratsiyasi bo'lgani bo'yicha. Va bu konsentratsiya yildan-yilga kuchayib borayotgani bo'yicha. Nima bilan bog'liq bu? Odamlar hududlarda pulini ushlab turgisi kelmayapti. Biznesmenlar nazarda tutyapman-da. Biznesi Qoraqalpog'istondadir, Termizdadir, Andijondadir, lekin shu Toshkentda va texnologiyalar bunga imkoniyat beryapti. To'g'ri. Asosiy mavzularni gaplashdik, Otabek, yana biror mavzu qolgan bu signal bersangiz. Yo'q, bir signal nima mana ob-havoni ko'ryapsiz qanaqa o'zgarayotganini. Odamlar shu ob-havoga qarab turib o'zlari tushunaverish kerak. Transformatsiya to'xtagani yo'q. Agar gap umumiy transformatsiya haqida gap ketayotgan bo'lsa, banklar transformatsiyasi haqida gapirmayapman. Umuman jamiyatimizning transformatsiyasi to'xtagani yo'q. Va biz menimcha, men kuzatuvim bo'yicha pandemiyadan keyingi yangi transformatsiyani boshladik men nazarimda. Bu qanday tugaydi, nima bilan tugaydi bilmayman-u. Bu jarayon boshlangan transformatsiya. Umumjamiyat transformatsiyasi.
umumjamiyat, umumiqtisodiy, umumsiyosiy transformatsiya boshlangan. Men endi Qurbonovga bitta savol berdim. Siz mana bevosita bankirsiz, o'zingiz ham kuzatasiz, mana suhbatga ham keldingiz. Yana kimlarni chaqirishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'ziga savol berdim. Men bu savolga javob beraman-da. Atrofingizdagilar chaqiravermang-da. Media uchun yangi bo'lgan, hali yuzi notanish bo'lgan, ko'pchilik tanimaydigan, ilmiy ish qilayotgan ayniqsa yoshlarimiz ko'proq kelinish kerak. Bankdami farqi yo'q, xorijdami ilmiy ish qilayotgan, menga shu odamlarda fikrlari qiziqroq. Ular qoliplarga hali tushib ulgurgan yo'q-da. Hozir biz bir-birimizni aytadigan gapimizni, bir-birimizni reaksiyamizni, xohishlarimiz hammasini ko'nikmalarimiz bilan o'zlashtirib bo'lganmiz-da. Siz hozir nima savol berishingizni ham men taxminan bilaman. Men qanday javob berishimni ham taxminan bilasiz-da. Lekin yangi odamlarni mediaga olib chiqish kerak deb o'ylayman. Shu narsa butun medianing hamma sohalarida, xususan iqtisodiy mediada ham oqsayapti. Eski litseolar ko'p qoladi ichida. Politbyuro a'zolari 57-yildagi politbyuro a'zolari o'sha edi, 83-yilda ham o'sha. Shunaqa. Yangilanish kerak, yangi yuzlar kerak. Otabek aka, bizda endi auditoriya ko'p, o'zimga ham yozadi, bevosita sizni ham taniydi. Mana endi bu fikringizni albatta inobatga olaman. Men faqat o'zimni ham miyamda o'ylab yuruvdim. Banklarning o'zida ham ko'pda, masalan, haqiqatda chet elda o'qib kelib, o'sha qaysidir top menejmenti departament direktori bo'lib ishlayotgan bor, umuman boshqa nima mana o'tgan epoxada juda kuchli bankirlar departamentlar darajasida rahbarlar darajasida yurardi. Ya'ni tepaga ko'tarilish juda qiyin edi. O'zi ham xohlamaydi. O'zlari ham xohlamaydi, chunki xato ishlarga bosh qo'shishisi kelmaydi yoki ishtirokchisi bo'lishni istamaydi. Hozir ham xuddi shunaqa, afsuski. Mana juda kuchli mutaxassislar, yosh mutaxassislar, hali qotib ketmagan 30 dan past. 30 dan past yoki 35 dan past mutaxassislar bor, ilmiy ish ham qilayotgan mutaxassislar bor, o'zlarining o'zlarini hurmat qiladigan mutaxassislar bor-da. Shularni topish kerak. Bu o'zi juda katta vazifa, haqiqatan ham o'zi. Jamiyatimizga ham kerak-da ular. Ularning yuzi jamiyat tomonidan tanilishi jamiyatimizga ham kerak. Albatta. Chunki siz va men gapirayotgan gaplarni ayrimlari balki konseptual nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan bilan detallarda xatodir balki. Ko'p narsani detallar belgilaydi-ku. Shu o'rinda xayrlashamizmi? Xayrlashdan oldin men qanaqadir to'g'ridan to'g'ri savollarda yanglamagan, o'sha o'zingiz gapirmoqchi bo'lgan ayrim gaplaringiz bo'lsa ham. U bankirlar endi mana endi o'zingiz aytasiz, halol pok. Yo'q, men rostdan ham bu mubolag'a emas. Men halol pok bankirlar deganda rostdan ham to'g'ri o'zini ishini to'g'ri qiladigan, to'g'ri yo'ldan adashmagan, oxirigacha o'zlarini pozitsiyalarida, prinsiplarida mahkam tutadigan bankirlarni bilaman-da. Afsuski jamiyatimizda bu o'tgan davrda shtamplardan biri bankirlarga nisbatan qanaqadir muttaham bankirlar degan kanal ham bormi? Bor. Shunaqa muttahamroq bir toifa deb qaralib kelgan. Lekin men bilaman, minglab, 10 minglab o'zini ishini ustasi bo'lgan, professional, qo'li to'g'ri, fikri to'g'ri, ishi to'g'ri bo'lgan bankirlar bor. Shularga nisbatan men aytaman, halol pok bankirlar degan. Va hamisha men nimanidir gapirsam ham murojaatim o'zi shularga bo'ladi-da. Ya'ni ular meni tushunadi deb umid qilaman. Biz bir-birimizni tushunyapmiz, fikrimiz o'shalarga yetib boryapti deb gapiraman-da. Halol pok bankirlarga shu sog' bo'lsin, o'zlarini asrasin, bir-birini qo'llab-quvvatlasin va to'g'ri yo'ldan ularni hech kim adashtira olmasin deb aytaman. Tilak bildiraman. Bo'ladimi shunaqa desak? Bo'ladi. Shu. Hurmatli bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, bugun mehmonimiz Otabek aka bo'ldilar. Haqiqatda mana boya ta'kidlab o'tganlaridek, kommentda kutamiz. Bir qanaqadir savolinglar bo'lsa, keyingi mehmon borasida taklifinglar bo'lsa ham bemalol izohga kirib yozib. Bizda endi hali auditoriya yig'ilmagan, endi sekin-sekin yig'ilishni boshladi. Bir o'shanga qarab, ichidan yaxshi savollar bo'lsa, tanlab keyingi podkastlarda o'sha berishga harakat qilamiz. Otabek aka, sizga rahmat. Biz hali yana ko'p gaplashamiz. Endi bizda zaochniy haligi maslahat olib gaplashishlar ko'p bo'ladi bank tizimida. Men bevosita men boyagi g'oyani aytmoqchiman. Hattoki men bu nima kameraga qarab ham aytmoqchiman.
hamjamiyat masalasi, bankirlar hamjamiyati masalasini bu bo'yicha fikrlaringlarni ham kutaman, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli bankirlar, fintech sohasi mutaxassislari. O'sha hamjamiyatga birlashish, ha, buni so'rasangiz bo'lardi o'zi. Men orzularimdan bittasi O'zbekistonda bankirlarning o'zlarining mustaqil assotsiatsiyasi bo'lishi. Farqi yo'q, u bankirlar davlat bankirlarimi, xususiy bankirlarimi, rostdan ham o'zlarining g'oyalari, tashabbuslari, fikrlarini to'g'ri deb bilgan bankirlarda assotsiatsiyasi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lizingchilarniki bor, nimaga bankirlarniki bo'lishi mumkin emas? To'g'rimi? Lizing beruvchilar assotsiatsiyasi bor. Ko'p tijoratning boshqa sohalarida ham, misol uchun chakana savdochilarda assotsiatsiyasi bor o'zlarining. Asalchilarniki bor agar adashmasam. Nimaga bankirlar bo'lishi mumkin emas? Mana shunaqa nodavlat, notijorat, xalqdan chiqqan va xalqqa yana fikrlarini, qarashlarini yetkazadigan odamlarni jamlaydigan assotsiatsiya kerak bankirlar uchun. Fikringlar bo'lsa qoldiringlar. Otabek